Yangi hayot ichki ishlar organlari doim ta'kidlab ogohlantirib kelishadi. Ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar, kartanglarga, sizlarga chet davlatlardan telefon qilishdi, misol uchun O'zbekistonlardan, qatlardandir telefon qilib, nomeringiz chiqib qoldi, bugun o'yinimizda g'olib bo'ldingiz. Hozir men sizga kod yuboraman. O'sha kodini menga aytib yuboring. Ertangi pulni tashiyman desa, aytmanglar, qizilni bosib qo'yinglar. Ko'p ham gaplashib o'tirmanglar. Chunki kartanglarga, telefoninglarga bitta kirib ketsa, hamma narsani yechib oladi. Keyin Telegram kanallardan to'ydan kliplar, videolar, o'yinlar keldi. Oching desa, ochib o'tirmanglar, reski udalit qilib yuboringlar. Ochdinglar, kartalardan avtomatik pullarni yechib oladi va kontaktga qarab hammaga tarqalib ketadi. Bu ham bir yomon virus. Keyin mashinalar olayotganinglarda, uylar olayotganinglarda, keyin birovlarga men oldim shuni baraka qildim degani kartasiga $100, $500 pullar tashab o'tirmanglar. Qayerda deng, misol uchun adresi, pul tashamasdan kelib ko'rib ketinglar. Keyin sizni telefoningizga bilmasdan pul tashaverman, menga obratniy qaytaring desa, shunaqa joylarda ham shoshilmanglar. Ichki ishlar organlariga murojaat qilinglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadoninglarda to'ylar bo'lsin, martabanglar bundan ham ulug' bo'lsin. Yaxshi, radnoyim, dalatim, yaqinim, joninglar sog' bo'lsin.